Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, biz bugun 12 zamon kursimizning 11-kunida bugun sizlar bilan biz past perfect continuous degan zamonni o'tishimiz kerak. Bu biz uchun, 8-zamon bo'ladi. Demak, past perfect continuous zamoni 8-zamon. Ib kelayotgan edim, ayotgan edim tarjimasini beradi. Demak, o'tgan tugallangan zamon. Kelinglar, formulasini ko'rib chiqamiz. Demak, formulasi quyidagicha: subject had been verb ing inkorda haddan keyin not, so'roqda had subjectdan oldinga chiqadi. Sizlarga bitta muhim ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Sizlarga continuous zamonlar haqida gap ketayotganda, masalan, mana bu continuous nomi continuous bo'lgan zamonlar soni umumiy hisobda 6 ta continuous bor ingliz tilida va mana shu continuous nomiga ega bo'lgan zamonlarni hammasini fe'li ing bilan tugaydi. Hammasini. Masalan, present continuousni bir esga olaylik, to'g'rimi? Fe'li ing, past continuous, present perfect continuous hammasida ing bo'lishi shart va hammasida bir dona to be bo'ladi. Mana bunda ham to be bor. Demak, continuouslik belgisi bu to be va ing hisoblanadi. Demak, men sizlarga nimadir continuous zamonni ayt deb so'raganimda, demak, continuous dedimmi, demak, fe'l ing bilan tugaydi va nuqta. Demak, formulasi shundan iborat ekan. Mana shu formula o'zbek tiliga ib kelayotgan edim, ayotgan edim tarjimasini beradi. Bu zamon juda ham oson zamon. Qiyinchiligi umuman yo'q bo'lgan zamonlardan. Demak, muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa tez o'rganib olamiz. Bir donagina qoidasi bor, qoidasi ham kam. Demak, ishlatilishlari ham juda ham oson bo'lgan zamon hisoblanadi. Demak, past perfect continuous zamoni. Bu qanaqa zamon? Bu zamonni biz tushunishimiz uchun, bittaga tushunishimiz uchun biz oldin o'tilgan ikkita zamonni yaxshi tushungan bo'lishimiz kerak. Birinchisi present perfect continuousni yaxshi tushungan bo'lishimiz kerak, chunki present perfect continuousni bu o'tgan zamon shakli hisoblanadi va ikkinchisi o'tgan darsda o'tilgan 7-zamon hisoblanadigan, demak, past perfect zamonni yaxshi tushungan bo'lishimiz kerak. Present perfect continuousda bir eslanglarchi, ish harakat qanday bo'lar edi? Mana shu jadvalchada tushuntirib bergan edim. Bir xotirlanglarchi, qanaqa zamon edi present perfect continuous zamoni? Demak, present perfect continuous zamonida esimizda bo'lsa, ish harakat o'tmishda boshlanib, hozirgacha davom etib kelar edi va hozirda ham davom etar edi. Juda oson zamon edi, to'g'rimi? Va o'tgan darsda o'tgan past perfectni eslaydigan bo'lsak, ish harakat o'tgan zamondan ham oldin, ya'ni mana x chada ish harakat bajarib bo'lingan bo'lar edi. Endi demak, e'tibor qaratamiz past perfect continuous qanaqa zamon? Nima uchun bu ikkita zamonni eslatdim? Chunki shu ikkita zamonni xususiyatlari jamlangan holatda bu zamonda bor. Demak, bunda past perfect bo'lganligi uchun ish harakatimiz o'tmishdan oldinga tegishli zamon va continuous. Demak, ish harakat bunda o'tmishdan oldin, ya'ni mana bu yoqda boshlanib o'tgan zamongacha davom etib keladi va o'tmishda ham davom etib keladi. Demak, bu zamonimizda ish harakat o'tmishdan oldin boshlanib, ya'ni x da boshlanib o'tmishgacha nima qilib kelar ekan? Davom etib kelar ekan. O'zlaringizni daftarlaringizdan x dan mana bu yoqgacha bunday to'lqincha chizinglar davomiylik belgisi sifatida. Demak, juda ham oson zamon. Demak, o'sha bittagina nima deydi, chizmasidan bu zamonni tushunib olish qiyin emas. Kelinglar, qoidasini yozdiraman. Demak, qoidasi bir donagina qoidasi bor. Demak,
Demak, qoidasi birozgina, kattaroq bo'ldi. O'zi bir donagina qoida bor. Buni tushunib olishligimiz uchun, demak, ko'p vaqt ketmaydi. Demak, kelinglar qoidani ko'rib chiqamiz. Demak, biz past perfect continuous zamonini o'tgan zamondan oldin boshlanib, hm, zamonni Demak, o'tgan zamondan oldin boshlanib, mana bu yoq o'tmish, to'g'rimi? O'tgan zamondan oldin, ya'ni mana bu yoqda ish-harakat boshlanib, o'tgan zamongacha davom etib kelgan. Ya'ni X da ish-harakat boshlanib, o'tgan zamongacha ish-harakat davom etib kelgan va o'tgan zamonda ham, ya'ni mana shu yoqda ham davom etib turgan ish-harakatlarni ifodalashda ishlatamiz. Bunda Bunda past perfect continuous zamoni, mana bugun o'tayotgan zamonimiz past simple zamoni bilan hamkorlikda kelishi shart. Hurmatli o'quvchilar, demak, bir ish harakat o'tmishdan oldin boshlab o'tmishgacha davom etishi uchun o'tmishda ham ish harakat bo'lishi shart. O'sha uchun past simple zamoni bilan qo'shma gap bo'lib keladi. Bu qoidani biz past perfectda ham, ya'ni 7-zamonimiz, o'tgan darsda o'tgan zamonimizda ham bu qoida bor edi. Past perfect zamoni bir o'zi kelmas edi. Bu yoqda ham past perfect continuous zamoni bir o'zini ishlata olmaymiz. Doimo past simple bilan birgalikda, hamkorlikda ishlatilishi shart. Payt bog'lovchilari o'sha, hozir yozaman. Bog'lanib kelib, qo'shma gap holatida kelishi shart. Demak, past perfect continuous zamoni, biz bugun o'tayotgan zamonimiz bir o'zi kela oladigan zamon emas ekan. Past perfect continuous zamoni past simple bilan birga hamkorlikda, demak, keladigan zamon ekan. Nima uchun past simple bilan kelishi shart? Nima buni mantig'ini ortda yotibdi desalaringiz, yana bir marta aytaman, ish harakat o'tgan zamondan oldin boshlanib o'tgan zamongacha davom etishi uchun o'tgan zamonda ham nimadir sodir bo'lishi kerak. Mana bu yoqda sodir bo'lgan ish harakat past simple da bo'ladi. Bu yoqdan past simple dan oldin boshlangan ish harakat past perfect continuous zamonda beriladi. Demak, mana bu yoq qisqartiray, past perfect continuous zamoni hisoblanadi mana x cha. Bu yoq esa past simple zamoni hisoblanadi. Demak, ish harakat past simple dan oldin boshlanib, mana bu yoqda boshlanib, past simple gacha davom etib keladi. Demak, bog'lovchilari qanday bo'ladi desak, kelinglar buni ham ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Demak, bunda asosiy bog'lovchisi when bog'lovchisi hisoblanadi. Da degan tarjimani beradi. Demak, demak, hurmatli o'quvchilar, qo'shma gap bo'lib keladi deyapmiz. Mana bu yoqda, demak, mana bu qoida hammasiga tegishli. Mana. Demak, bog'lovchidan keyin men bog'lovchini gapni boshida beryapman. Bilasizlar, bog'lovchini gapni o'rtasida bersa ham bo'lar edi. Bunda ham xuddi shunday qilsak bo'ladi, lekin men sizlarga gapni boshida berishni qulay deb aytganman. Nima uchunligini ham o'tgan darsda gap misollarida tushuntirib bergan edim. Demak, gapni boshida, demak, bog'lovchidan bittasi keladi. Asosan bu bog'lovchilardan when ishlatiladi past perfect continuous bilan. Bularni kamdan-kam holatda ko'rasizlar past perfect continuous bilan ishlatilishini. Demak, birinchi when bog'lovchisi keladi yoki bulardan istalgan bittasi, undan keyin bitta gap keladi, vergul qo'yiladi va undan keyin yana bitta gap keladi. Qo'shma gap. Bu bitta gapimiz past perfect continuousda, bu bitta gapimiz past simple'da bo'ladi. Ya'ni istalgan bitta birimiz past perfect continuousda mana qo'shma gap bo'lib kelib hamkorlikda keladi deyapmiz. Istalgan bittasi past simple'da bo'ladi. Demak, bitta birimiz past perfect continuousda, bitta birimiz past simple zamonda kelishligi shart ekan. Kelinglar, demak, endi sizlarga misol beray. Demak, bittaga tushunishinglar uchun. Masalan, kal so'zlari ham bor albatta. Demak, shu kal so'zlar bilan ishlatilishi kerak bo'ladi. Mana buni biz misolimizni tepasiga ham olib kelib qo'yaylik, bittaga tushunishimiz uchun. Nima qilamiz? Demak, e'tibor qaratinglar, mana birinchi o'sha when bog'lovchisini qo'yib oldik, mana da deb oldik. Men uyga kelganimda, qachon uyga kelganimda? Mana bu yoqda o'tmishda uyga kelganman.
Kechami, bir hafta oldinmi? Farqi yo'q u narsani. O'tmishda. Demak, o'tmishda uyga kelganimda, mana bu yoqda kelganman. She had been sleeping for 2 hours. U 2 soatdan beri uxlayotgan edi. Men o'tmishda uyga kelganimda, u 2 soatdan beri, mana bu yoqda uyga kelganimda 2 soatdan beri uxlayotgan edi. U uxlashni qachon boshlagan, hurmatli o'quvchilar? U uxlashni men o'tmishda uyga kelishimdan 2 soat oldin, ya'ni mana bu yoqda boshlagan, X da. Demak, u uxlashni mana shu yoqda boshlagan va ish-harakat, demak, men uyga kelganimgacha 2 soatdan beri davom etib kelgan. Masalan, men kecha soat 9 da uyga kelgan bo'lsam, mana bu yoqda 9 da uyga kelgan bo'lsam, mana shu joychada, demak, u uxlashni soat 7 da boshlagan. Ya'ni men kelishimdan 2 soat oldin, soat 7 da. Demak, u o'tmishdan oldin, ya'ni men kelishimdan 2 soat oldin, soat 7 da uxlashni boshlagan va kelganimgacha 2 soatdan beri uxlayotgan bo'lgan. Juda ham oson zamon tushunish uchun. Juda oson zamon. Demak, kelinglar, demak, yana bitta misol ko'ramiz. Demak, e'tibor qilamiz. Bu yoqda men by the time ni tanladim, gachani. Demak, by the time I woke up. Men uyg'onganimgacha. Demak, men o'tmishda uyg'onganman, hurmatli o'quvchilar. Mana past simple zamonni beryapmiz. Demak, men o'tmishda uyg'onganman mana bu joychada. They had been watching TV for 3 hours. Ular 3 soatdan beri televizor ko'rishayotgan edi. Men mana bu yoqda o'tmishda uyg'onganimda, o'tmishda ular 3 soatdan beri televizor ko'rishayotgan edi. Ular televizor ko'rishni qachon boshlashgan? Men o'tmishda uyg'ongan bo'lsam, ular o'tmishdan 3 soat oldin, ya'ni mana bu X da, demak, televizor ko'rishni boshlagan va men uyg'onganimgacha televizor ko'rishda, demak, davom etishgan. Ish harakatimiz, masalan, men kecha soat 5 da uyg'ongan bo'lsam, yoki bir hafta oldin 5 da uyg'ongan bo'lsam, demak, ular televizor ko'rishni mana bu yoqda 5 dan 3 soat oldin, ya'ni soat 2 da boshlashgan bo'lgan. O'tmishdan ham oldin, demak, o'sha ko'rishni, tomosha qilishni boshlashgan bo'lgan. Demak, hurmatli o'quvchilar, mana shunday holatlarda past perfect continuous, demak, ishlatilar ekan. Men umid qilamanki, sizlar, demak, mavzuni tushundingizlar deb umid qilaman, chunki bu yoqda hech qanday qiyin narsa yo'q. Qo'shma gap bo'lib kelishi shart ekan gapimiz. Bog'lovchilar bilan kelishi shart, to'g'rimi? Qo'shma gap bo'lib kelishi uchun, qo'shma gap bo'lib kelishi uchun past simple bilan hamkorlik shart ekan va demak, mana bu yoqda past perfect continuous. Undan tashqari, mana bu kal so'zlar bilan kelishi shart. Kal so'zlarni men hozir quyida pastda yozaman. Demak, 4 tagina kal so'zi bor bu zamonni. Juda ham kal so'zlari kam, zamon ish qoidalari ham kam. Demak, juda ham oson zamon desak bo'ladi. Demak, for, since, ana present perfect continuous bilan kal so'zlari bir xil. Esimizda bo'lsa kerak, 4 tadan tashqari present perfect zamonni kal so'zlari qolgan barcha perfect zamonlar uchun kal so'z hisoblanar edi. Demak, present perfect zamonni kal so'zlarini ham bunga ishlatsak bo'ladi. For, since da o'tganman. Demak, dan beri ikkalasi ham how long, qachondan beri tarjimasini beradi va all day, kun bo'yi tarjimasini beradi. Hurmatli o'quvchilar, demak, kal so'zlari 4 tagina ekan. Undan tashqari present perfect zamonlarini kal so'zlari ham bu zamonni kal so'zi hisoblanar ekan. Umid qilamanki, tushundingizlar deb mavzuni. Demak, bu biz uchun 8-zamonimiz edi va shu bilan biz past zamonlarni tugatdik. Past va present zamonlar tugallandi. Bizda Xudo xolasa keyingi darsdan future zamonlar, ya'ni kelasi 4 ta zamonimiz qoldi. Kelinglar, demak, mavzuni tushundingizlarmi, yo'qmi? Shu narsani sinab ko'rish uchun men sizlarga, demak, 2 donagina gap beraman, aynan shu zamonni ishlatilishiga mos. Bu birinchi gapimiz.
Demak, hurmatli o'quvchilar, mana sizlarga, bugun o'tilgan zamonimizga demak 2 dona misol berdim. Kelinglar, eee, mana bu jadvalchani doimgidek nima qilamiz? Bu yoqqa ko'chirib olib kelamiz. Oson zamon bo'lganligi uchun 2 donagina gap beryapman, hurmatli o'quvchilar, qiyin bo'lmaganligi uchun asosiy sabab. Demak, man ishimni tugatganimda ular 2 soatdan beri uyga vazifa qilishayotgan edilar. Shu yoqda bitta pauza qo'yinglar. Men demak, bu ikkita gap tahlilini boshlayman. Birinchi tarjima qilasizlar doimgidek va undan keyin yaxshilab o'ylab tarjima qilinglar va undan keyin tekshirish uchun demak, men yozgan gap bilan o'zlaringiz gaplaringizni nima qilasizlar? Solishtirib chiqasizlar. Demak, men ishimni tugatganimda ular 2 soatdan beri uyga vazifa qilishayotgan edilar. Demak, men ishimni tugatganimda qachon ishimni tugatganman? Demak, o'tmishda ishimni tugatganman. Tugatmoq finish bilan beriladi. Demak, when I finished my work. Men sizlarga o'tgan darsda ham aytgandim, birinchi mana bu tomonni tuzib olasizlar har doim. Ya'ni o'sha bog'lovchi tomonni mana da tomoni, birinchi mana da deb oldik. Shu tomonga aloqador joyini qila olamiz. When I finished my work demak, men ishimni tugatganimda o'tmishda. Ular 2 soatdan beri uyga vazifa qilishayotgan edilar. For 2 hours deymiz. Demak, men mana bu yerda ishimni tugatganimda ular 2 soatdan beri uyga vazifani qilishayotgan edilar. Men o'tmishda uyga vazifamni tugatganman, ular esa o'tmishdan 2 soat oldin mana bu yerda uyga vazifa qilishni boshlab 2 soatdan beri qilishayotgan edilar degan ma'no kelib chiqmoqda. Demak, ikkinchi misolimiz tahlilini ko'rib chiqamiz. Tom uyni tozalab bo'lganda men 3 soatdan beri musiqa tinglayotgan edim. Demak, birinchi da tomonni tuzib olamiz. Da degani when. Tom uyni tozalab bo'lganida. Demak, tozalaganida, mana o'tmishda tozalaganda, biz demak 2 soatdan beri ular uyga vazifa qilishayotgan, 3 soatdan beri musiqa tinglayotgan edim. I had been demak mana. Qachonki demak Tom xonani tozalaganida, o'tmishda mana bu yerda tozalab bo'lganida men 3 soatdan beri musiqa tinglayotgan edim. Men shundan 3 soat oldin mana bu yerda musiqa tinglash boshlaganman va 3 soatdan beri davom etib kelgan. Demak, umid qilamanki, demak, bugungi mavzuni tushundingizlar deb, demak, mana shu grammatik shakllardan tashkil topgan edi. Kelinglar, bonusga 3-gapni ham endi beray. Qani, tushundingizlarmi, yo'qmi xatolaringizni mana bu joydan. Demak, men kompyuterni o'chirganimda Tom 2 soatdan beri so'z yod olayotgan edi. Bu yerda demak kompyuterni o'chirmoq, demak turn off deyiladi. Ya'ni mana bunga fe'l shakli qo'shiladi. Bunga qo'shib qo'ymanglar ed-pdlar. Hammasi bunga qo'shiladi. ing nima qo'shmoqchi bo'lsalar, shuni ustiga qo'shiladi. Demak, so'z yod olmoq nima bo'ladi? Demak, learn. So'zlarni bilsalaringiz kerak. Demak, kelinglar mana shu yerda pauza qo'yinglar. Men 3-gapni ham tahlilini demak beraman sizlarga. Bu olib kelib qo'yamiz yana jadvalchamizni. Shkalani. Demak, men kompyuterimni o'chirganimda birinchi da tomonni tuzib olamiz har doimgidek. Demak, when da dedik kompyuterimni o'chirganimda I turned off my PC. PC degani kompyuter yoki to'liq kompyuter deb yozsalaringiz bo'ladi, qisqartmasi shunday. Tom 2 soatdan beri so'z yod olayotgan edi. Demak, mana. Hurmatli o'quvchilar, o'tmishda men kompyuterimni o'chirganimda mana bu yerda Tom 2 soatdan beri yangi so'zlarni yod olayotgan edi. Demak, men o'tmishda o'chirganman kompyuterni, mana bu yerda masalan 5 da o'chirganman kecha. U shundan 2 soat oldin, ya'ni 3 ta so'zlarni yod olishni boshlagan va men o'chirganimgacha 2 soatdan beri ish harakat davom etib kelgan. Demak,
Mana shunday zamon hisoblanar ekan. Bizda mana 8-zamonimiz ham nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, hamma mavzuni tushundi deb. Demak, keyingi darsgacha salomat bo'lamiz, hurmatli o'quvchilar.